Sara Sadıkovanın kim ekanini bilasizmi? Tatar kompozitori. Siz Qozonda ona heykel qo'yilganini eshitgan edingizmi? Yo'q. Siz Sara Sadıkovaga heykel qo'yillarga tegish deb sanaysizmi? Albatta. Ko'rinishli kompozitorimiz bizning. Jillarni qadrlaysizmi? Yo'q, bo'lay. Dizgina ayta olmayman. Siz Sara Sadıkovani bilmaysiz? Siz Sara Sadıkovani bilasizmi? Конечно. Tatariston o'ramida bizning shirizdan jillarni. Siz ona heykel qo'yilasin eshitganingiz bormi? Yo'q. Eshitmadim ana. Ona heykel qo'yillarga loyiq deb sanaysizmi? Конечно. Shunday музыкасыдан умеет прижимать, тажибередри, и общительная она была очень. Кишилер билен, общаться и особенно миним здесь билен. Ике утырып җырлыйлар иде. Аны һәр урамы бар ич, Сара Садыкова урамы. Исеме бар. Білем. Siz Qozonda ona heykel qo'yilasin eshitgan edingizmi? Yo'q. Siz ona heykel qo'yillarga loyiq deb sanaysizmi? Ну да, можно, мне кажется. Jurlarini bilasizmi? Ну, я слышала, у меня есть в подборке ВКонтакте и Софья Губайдулина, композитор, и вот Сара Садыкова, и білем. Тыңдым. Sara Sadıkovani bilasizmi? İşte bilem. Siz ona Qozonda heykel qo'yilasin bilasizmi? Bilmeyim. Heykel qo'yillarga loyiq deb sanaysizmi? Layıqlığında. Siz onun jurlarini eshitganingiz bormi? Sara Sadıkova. Var. Siz Sara Sadıkovani bilasizmi? Білем. Qozonda ona heykel qo'yilganini eshitgan edingizmi? Yo'q, eshitib bitmagan, но shamolagan edi. Siz Sara Sadıkova heykel qo'yillarga tegish deb sanaysizmi? Tegish deb sanayman. Men aning yo'qdoshi desam bo'la endi o'zim Abbas rayonidan, chunki Sara Sadıkovaning ijodi bek loyiq deb sanayman, heykel qo'yilgan. Jurlarini da bilem. Birer jirini xatirlaysizmi? Turgay jırım salanıqa. Jeylevlerde Turgay anıqma. Şuldu tebek. Siz Sara Sadıkovaning kim ekanini bilasizmi? Kompozitor. Siz Sara Sadıkova heykel qo'yillarga tegish deb sanaysizmi? Aning bir-ikki jirini xatirlaysizmi? Yo'q. Siz Sara Sadıkovaning kim ekanini bilasizmi? Kompozitor. Qozonda ona heykel qo'yilasini eshitganingiz bormi? Bor. Siz ona heykel qo'yillarga tegish deb sanaysizmi? Да, я считаю, что она достойна.